Yangi qurilgan dom o'rtoqli ko'rishingiz mumkin. 3 oy oldin aholiga topshirilgan ekan. Bemalol mana shunaqa mashina qo'yish uchun parkovkasi va bolalar maydonchasini ko'rishingiz mumkin. 16 qavatli domimizning 10-qavatidan 3 xona 75 kvadrat metrlik bitta yaxshi kvartiramiz chiqib qoldi. Ko'rishingiz mumkin. Gaz plita, duxkontining kotyol, mana shunaqa radiatorlar va kafillar qilingan ekan. Tayyor holatda kadastrlari chiqqan. Uyimizda skvoznoy bo'ladi. Bu yoqda birinchi xonamizni ko'rishingiz mumkin. Balkonga ham chiqsak bo'ladi. Radiatorlarni hali salafalari ham olinmagan ekan. Bu tarafda bo'lsa, uyimizning sanuzol qismini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi, chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan ekan. Mana shunaqa uzun koridor orqali kirib kelamiz. Bunisi ikkinchi xonamiz bo'ladi. Kattagina bitta mehmonxona qilsak bo'ladi. Bu tarafda bo'lsa, oxirgi 3-xonamiz bo'ladi o'rtoqlar. Eshikdan kirib kelamiz. Mana shunaqa oynalari bor ekan. Uyimizning narxiga kelsak, Yangi Hayot tumani, Yangi Darxonda joylashgan. 3 xona 75 kvadrat metr, 59800 dollarga uyimizning egalari berib yuborishar ekan. Pastga telefon raqamini yozib qo'yamiz, telefon qilinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.